Shuni operatsiya bo'lgan quloq deb aytsam ishonasizlarmi? Hech qayerda chok yo'q, shram yo'q. Hattoki bemorimiz aytayotdilar, hozir uydagilar ham bilmadi, qayerdan olib qo'ydinglar, hech qanaqa operatsiya bo'lganini ko'rmayapmiz yo'q deb. Orqa tarafdan kesilmagan, qirqilmagan, quloqning formasi ham o'zgarmagan, hech qanaqa kosmetik nuqson ham yo'q. Bemorimizni 1 oy oldin operatsiyalarni o'tkazganmiz. Quloq pardasi teshilgan holatda edi, rasmlarini qo'yamiz. Mana hozir 1 oylik natija ideal holatda, yangi qo'yilgan pardalar, mana qon tomirlar o'sib, o'zlariga joylashib olgan. Bu gubkalarimiz bo'lsa, sekin-sekin so'rilib ketadi. O'zi so'riladigan sifatli gubkalar qo'yilgan hammasi. Qanaqa holatlaringiz? Operatsiyadan oldin shovqiniz bor edi. Ozgina og'riq bor edi orqasida. Hozir mana 1 oy davomida shovqin yo'q, yaxshi. Asosiysi og'riq sezmadim, rahmat. Operatsiya payti og'riq bo'lmadimi? Yo'q, rosa qo'rqib kelgandim. O'zi mana bu ko'rganimizning o'zlarida, bu o'zlarini tashlab berganlar. Juda ham qo'rqoq bemorimizni. O'zlariga aytamiz, hozir ham men gubkani olgan paytda yotqizib qo'yib oldik. Bu gal unaqa qilmadilar, chunki qo'rqmasligini o'zlari sezib his qilib oldilar-da. Og'riq yo'qligini his qilganim uchun qo'rqmadim. Shunday yomon qo'rqdim. Xursandmisiz o'zi? Yo'q, rahmat. Hammaga tavsiya qilyapman, lekin kim so'rasa. Salomat bo'ling. Xudo xolasi juda ham yaxshi, kutganimizdan ham yaxshi.